الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetlik qarindoshlar, biz bugun sura Al-Imron'ninki 180. oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda biz munofiq va kuffarlarning ichidagi musulmonlarning qo'lidan saq qilib ömrününki ma'lum uzun bo'lganligi, ya'ni yashay olganligini o'zi uchun yaxshilik deb qarayotgan kishilar haqida to'xtalgan. Bularning nima uchun yaştilganligi, bularning uzun yaşaganliginki bularga nimalarni olib keladiganligi haqida biz tushunchalarni bergandik. Mana bugungi darsimizda shu xil tipdagi ama yana bir turli kishilar haqida mazmun kelyapti. Estaizu billah va la yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullohu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum. Sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Aldı bilen mazmunga kirishdan ilgari oyatni qisqacha bir tarjima qilib o'tildi. Allah bergan mol, mulk, imkoniyatlarga, Allah o'z fazlidan ato qilgan mol, mulk, imkoniyatlarga baxillik qiladigan kishilar buni o'ziga yaxshilik deb o'ylab qolmasin. Baxillik qilganni, balki bularga nisbatan bu yomonlikdir. Ular baxillik qilgan shu narsalar, shu mol, mulk, mol dunyolar qiyomat kuni ularga bo'yin to'qiladi. Osmon zaminning butun igidorchiligi Allohga xos. Alloh uni xalq odamga taqdim qildi. Vallohu bima ta'maluna xabir. Sizlar qilayotgan ishlaringlardan Alloh xabardordir. Endi ma oyati tilg'iringan kishilar bayatdan deganimizdek ilgirki dars so'zlangan kishilarning xilistiki, ammo yana bir tipdagi kishilar. Ya'ni bular shunda o'ylaydiki, to'playotgan mol dunyolari biz uchun yaxshilik. Bu qanchalik ko'paysa, bular u qadar xushal bo'ladi. Lekin Alloh bu yerda bularga askartib, "Va la yahsabannallazina yabkhaluna" bular bu ahvolni o'ziga yaxshilik deb o'ylamasin deyapti. Nima ishqa? Chunki mol mulk, mol dunyo Allohning fazli marhamatidan berilgan bularga. Chunki dunyoga yanchiqqa mol dunyo silib tug'ilgan inson yo'q. Biz birab bu vaqtninki mol dunyo bilan tug'ilganini bilmaymiz. Va yoki dunyodan yanchiqliq kepan kiyib mol mulk bilan birga chiqib ketganini ham bilmaymiz. İnson erishgan barliq mol mulk dunyodagi Alloh subhanahu va taolo o'z fazlidan yaratgan ma'lum manbalarni asos qilib paydo bo'ladi, qo'lga keladi. Hayatda, dünyada insan hiç qanday manbasiz bir şekilde ma'lum bir tabiiy Allah yaratgan bir manbaga bağlanmay turib bir rizq ijod qilaligini aqllisi bir yeydigan narsani o'rtaga chiqalaydigan bu asla va asla mumkin emas. İnsan huzurlanayotgan, insan birilayotgan bütün rizq Allah öz fazlidan dunyoda ma'lum şekilde qo'ygan manbalardan keladi. Bu yerda faqat insonning qildig'ini nima desa, Allohning qonuniyati bo'yicha qanday qilish, harakat qilish va sabablarini qilish, vositalarini qo'llanish. Unda bo'lganida inson dunyoda Alloh yer terishga belgilab bergan bu zamindan boshqa bir, masalan, holatlarda zamindan birini ijod qilib yer teradigan ahvol olmaydi. Terörlarını soğurduğun sudun başka bir cisimden birini peyda kılıp ya ki başka bir usullen ösürduğun iş bulmaydı. Böyleki zemin Allah tarafından, uruk Allah tarafından, su Allah tarafından, hatta insan şu nesillerden paydalanıp terilğu qilish uchun yoki bir narsa ishlab chiqarish uchun harakatlanadigan harakatmi Alloh tomonidan berilgan bir ne'mat. Bir inson
bir ishlash uchun, masalan alsak, yaga shunday ketmandan birini selish uchun yoki yezigilik uskunlarini haydash uchun qo'lini harakatlantirganda, shunda harakatlantirganda insonning badanida qancha a'zo, qancha hujayra, qancha nim bo'lsa harakatlanadiganligini inson bilib bilolmaydi. Muskullar harakatlanadi. Hamma kuch amaliyotlash harakatlanish kuchlarining hammasi nereden kelib chiqqan? Alloh subhanahu va taolo insonga qanday qilgan bergan. Aqallisi mayli iqtidoi shakldagi dehqonchilikda qo'llanilgan palta va boshqa narsa bo'lsin, ketman, shundami gurjak yoki yangi yezigilik mashinalari bo'lsin, bularning hammasi to'mirdan yasaldi bilamiz. To'mirning manbasi inson to'mir ijod qila oladi. Masalan, Qur'onda to'mirni va anzalnal hadida fihi ba'sun shadid va manafi'u lin-nas sura Hadidning 25-oyatida biz to'mirni osmondan tushirdik deyapti. To'mirda o qadar qattiq kuch bor, kishilar undan manfaatini deyapti. Aqalli to'mirning manbasi nima? Allah tarafidan keltirilgan. Faqat insonning bu yerda qiladigini Allah o'rinlashtirgan, Allah bergan ham moddalarni oladi ve insonga berilgan doirada, ya'ni imkoniyat berilgan doirada ma'lum harakatlarni qiladi ve o'rtadan Allohning qonuni bo'yicha bir natija chiqadi. İnson hech qachon tutdan, tigidan, manbasini yo'q bir narsani ijod qila olgan emas. İnsanның aqli, Allah bergan aqli o'ylaydi. Kim yaratdi onu? Allah yaratdi. Putquli shu aqlga moslashidi. Kim yarattı onu? Allah yarattı. Putquli shu to'mir yu uskun asboblarni ishlatdi. Kim tushadi onu? Allah tushadi. Nerede teriydi? Yerde teriydi. Nerede qiladi? Mushada qiladi. Nima bilan sug'uradi? Suv bilan sug'uradi. Nima bilan nafaslanadi? Havo bilan nafaslanadi. Demak, inson ma mening mol mulkim, ma mening yaratgan natijam degan barliq ishlarda bir o'rtaq. Uning bütün huquqliq sahibi emas. Bir yer terib uningdan bir mahsulot oldi deyli, inson ma'lum qismiga o'rtaq. Yani inson bir harakat qilgan bir tarafi bor. Qolgan manbalarini surishti qilsak, xam materiallarini surishti qilsak, hammasi nereden chiqadi? Allohga bog'lanadi. Endi demak, bu yerdan keladigan xulosamiz nima desa, inson erishgan narsaning bütün huquqliq sahibi emas. Ma'lum bir qismininki haqdori. Yani bu yerda nima erishgan mol mulkida bütün huquqqa, salohiyatga ega emas. Chunki bayatning yoqi biz so'zlagan so'zlardan ma'lumlikki qo'lga keltirilgan natijaninki ko'p qismi insonning qudrat doirasidan sirt bo'lgan bir tarafga bog'lanib o'zim Alloh. And Allah mush inson topgan mol mulkninki, inson topgan mol mulkninki nihoyat oddiy bir qismini talab qilyapti. Masalan, yerdan chiqqan mahsulotlar desak, dunyoda yezigiliga tayanmaydigan bir jamiyat bo'lmasa kerak. İnsan midrablan turadi ekan, uningga bir narsa ketadi, cho'qim yerdan bir narsa chiqishi kerak, uningga terilishi kerak. Yerdan chiqqan mahsulotlarninki agar osmon yomg'ir bilan sug'uriladigan yer bo'lib qolsa, ondan birini. Agar inson o'zi kuch ishlatib, ya suv tatib, ya boshqa yerdan suv haydab kelib, masalan, eqitib kelib sug'asa, o vaqtda 20dan bir, ya'ni 10dan birininki nimasi yerimi. Ama ticaret qilsa, onundan %2,5%. Bir noktaga diqqat qilinglar qarindoshlar. Zakat Allohning talab qiladigan farz iqtisodiy ibodatlar insonning harakatiga qarab bo'ladi. İnson eng oz harakat qilib, inson o'zining kuchiga eng oz tayindigan yerda Alloh ko'p talab qiladi. Masalan, ya osmonning suvi bilan sug'urilsa, ya'ni yomg'ir bilan sug'urilsa, ondan bir. Eğer insan özü kuch ishlatib sug'urilsa, yerimi azlaydi. Eğer ticaret qilsa, ticaret deganda har kuni qiladi. Hatto eng aldirashib ketgan vaqtda 24 soat ticaret qiladi inson. 24 ticaret qilgan ahvollar bor. İnsan onundan kuchaydi, jafo chekadi. Buning asosan %2,5%. Hayvonlarning shu sulab baqqan hayvonlar bilan
otlab bakkan hayvanlarning o'tirisida farq bor. Ya'ni bu yerda nima desangmi, inson harakati ko'paysa, zakat azlaydi, insonning oldig'ini ko'payadi, birdig'ini azlaydi. İnsanın hareketi azlasa, birdig'ini ko'payadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo hareket bo'lsin deyotdi. İnsanlar ishlasin deyotdi. Chunki ishlagan sira qanday qilyotdi? Ishlarga manfaat yetadi uningki. Ishlagan odam o'ylasin, xolimasin, bir odam ishlasa, bu bir ishlashning manfaati bu odamdan halqiydi. Alloh buni iroda qiladi. Shu asosda insonning harakatiga, ishliginiga hurmat qiladi Alloh subhanahu va taolo. Allah bu yerda mush ishlaganlardan insondan talab qilayotgan vaqtda bu talab qilganni o'zi uchun talab qilamdi desa, yo'q. Shu kishiningki qarindoshlari uchun talab qilyotdi. Amaliyotda buni inchki o'ylagan vaqtimizda biz topgan mol-mulkimizdan qarindishimizga ma'lum qismini ajratib, onun hayatı, turmuşu kapalatla qilgan kunisida bu onunğa emas, şu bəgən adam üçün biz üçün xatırcamlıq. Nima üçün? Çünki dünya özgürüp turulğan dünya. Sen bugün qolunda ba, kesib qılalaysa, işləyalaysa, pul tapalaysa, başqalarga berdin. Əyətdə şunda bir zaman kelib, kesib qılanmaydigan bir halga düşdün. Tapanmaydigan bir halga düşdün. Yoki tuyuqsiz musibat krizislar yuz berib, ashta bir holatga bo'lib qolding. Mutlaqo shuningga ishonasizki, bu jamiyatda shu vaqtda seni qutuldirib oladigan, sana yara yulakda bo'ladigan, sening turmushingga, hayotingga kapolatlik qiladigan birlar bo'ladi. Allohning bu buyrug'ining soyasi ostida. Buni bilan sen xotirjam bo'lasiz amaliyotda. Mana bu eng yuqori yuksak ravishdagi, to'liq ma'nidagi ijtimoiy kapolat, ijtimoiy sug'urta. Sen birga bir vaqtqa vaqtingda o'zingni nimaga olgan bo'lsa, sug'urtaga olgan bo'lsa, o'zingni ya'ni bir garantiga olgan bo'lsa amaliyotda. Bunun hammasi Alloh subhanahu va taoloninki nimasi fazli marhamati. Endi mushakaga vaqtda biz oyatga qaytaylik qarindoshlar. Ahvoli shu, hayotimiz shu. İnsanın tapıdığının xarakteri o, biridiginin xarakteri bu. Ayet nima deydi Alloh subhanahu va taolo? "Va la yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullohu min fadli huwa khayran lahum." Ya'ni Allohning fazli marhamatiga bexillik qiladigan kishilar bu bexillik o'ziga yaxshilik deb o'ylamasin. Bu orqali biz ko'p mal dünya toplay olamiz deb o'ylamamiz to'g'ri emas bu. Çünkü ayetning oxirida nima deydi? Qiyomat kunisi ular to'plagan, shu bexillik qilgan shu mol dunyo sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah, ularning bo'yniga bo'yin to'ruq bo'ladi deydi. Bo'yniga tushidi. Qiyomatda kishilar shu kishilarningki bo'yniga ashta bir bo'yin to'ruq tushgan vaqtida buni biladiki, ma Allohning haqqini bermabdi ekan. Allohning haqqini cheklabdi ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu masalani nayt inchki güzel bir şekilde bizga tasvirlab berdi. Ya'ni Allohning haqqi talab qilinib, uni ado qilmagan kishi qiyomat kunisi shu mol, baxillik qilgan meli u odamga jilon surdi deyiladi. Hadisda tasvirlangan mazmun bu jilonni nima deb? Aqra. Zahrining ko'pligidan 5i paynak olib ketgan, paqrab ketgan, oqirib ketgan bir şekilde tasvirlaydi. Büyük bir jilon. Anikin bu odamning bo'yniga yugishidi. Mal ashta shaklda keladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda nima deydi? Man atahullohu malan. Alloh kimga bir mol-mulk ato qilib, falam yuaddi zakata. Buning zakatlarini ado qilmasa, shu mal u odamga bir bayatin degandek paynak yılan şekilde. Paynak deb tarjima qildim hamda undan boshqa shakli yo'q uning uchun. Ama izohatlarda izohlanishicha bu shakldagi yılanning mana zahrininki qattiqligidan shu bosh qismininki tuki tushib oqirib ketgan deb tasvirlanadi. Lahu zabibatan. Buning ikki dona munjiq bor. Buni munjiq deb tarjima qildim. Amaliyotda uzum degan gap zabibatan degan. Buning izohati nima deydi desanglar, ikki dona qora chikit
deb izohlaydigan bir xil qo'rqinchli ifodasi. Ba'zilar ikki dona go'sh, üzüm shaklidagi go'sh deydi va ba'zilar boshqa shaklda izohlaydi. Ammo yılanning qo'rqinchligining tasviri. Bu yılan qiyomat kunisi bu odamning bo'yniga yog'ishidi va bu odamningki eg'izidan oladi deydi. Eg'izidan ishlab deydi ki, "Mana men sening mol dunyoring. Men sening to'plagan şu dunyoring şu." deb Peygamber Aleyhisselam hadisining oxirisida "Va la yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullohu min fadli" degan oyatning oxirigacha qana qiladi, tilovat qiladi. Hadis bu shaklda tasvirlaydi bizga. Oyatning oxirisida nima deydi Alloh subhanahu va taolo? "Va lillahi mirasus samawati wal ard." Asman zemin Allah'ның mirası degeni Allah qulg'aladi uni. Birlariga birdi, o dunyodan ketdi, Allah qulg'aladi, yana birlariga birdi, Allah qulg'aladi. Xalq odamga birdi. Vallohu bima ta'maluna xabir. Allah sizlarning qilayotgan ishlaringizni obdan biladi. Allah'ның mirası degan Allah'ның mol-mulk. Asman zemin Allah'ның. Asman zemindagi butun narsaning nisbati kimga? Allohga. Allah uni xohlagan odamga beradi, xohlagan shaklda taqsim qiladi. Bizning aytgan iymonimiz bizdan can halqumga kemasda mushu mol dunyodagi Allohning haqqini ado qilishimizni talab qilyapti. Ammo can halqumga kelgan vaqtda biz bilinmaymiz, bu bir bergan taqdirda o'tmaydi bu ishga. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, ya'ni shu Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda nima deydi? Bir odam kelib Rasulullohdan so'radi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi bu hadisni. Ya Rasululloh, iqtisodiy yaxshilikning, sadoqatningki eng yaxshisi qaysi? Eng büyük ecri qaysi? Rasululloh dediki, sen sağlam, qalbing mol dunyoga talpinib turadigan, muhtoj bo'lib qolishdan qo'rqadigan, boylikni orzu qiladigan bir vaqtda qilgan sadaqating. Sen buni sadaqat qilishni jon halqumga kelgangacha saqlab turma, kutma. Sen halqumga kelgan vaqtda, voy buguniga munchilik biringlar, palonyaga munchilik biringlar deysa-yu, halbuki bu mal dunyoning boshqalarning bo'lib ketib qoladi. Chunki sen jon halqumga kelgan vaqtda sening mirosxo'rlaringning mal kuyugi tushib qoladi. Hisobda mal ashuni qilib o'tib ketib qoladi. Vaqt o'tmaydi gaping demakchi. Oyatning oxiridagi "Vallohu bima ta'maluna xabir" bizni qo'rqitadigan bir bilak oyatdiki. Alloh sizlar qilayotgan ishlarni bilib turadi. Xabardor. İnsan insonni ahmoq qila oladi. İnsan insonni oldiya oladi. İnsan insonga yolg'on ayta oladi. Bajlarni qacha oladi. Masalan, bir davlat, bir jamiyat yashagan odam ustiga kelgan vazifalarni uni buni qilib qacha oladi. Hisob daftarlarini olmashtirib bir ish qila oladi masalan. Birisi to'g'ri, xato, hamma ishni qila oladi inson. Ammo insonlar orasida bu bo'lgan bilan Alloh subhanahu va taoloning oldida bunday ish bo'lmaydi. Sen qilgan har ish oshkor olsun, yushun bo'lsin, qasddan qil, yana bir qil, Allohning nazaridan qochib qutlanmaydi. Har bir qilganingga cho'qim hisob bersa degan mazmunda. Undan keyingi oyatda laqad sami'allohu qawlallazina qalu innalloha faqirun va nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighayri haqqin wa naqulu dhuqu azabal hariq. Allah mundaq degan kishilarning gapini angladi. Allah kambag'aldir, biz boy. Manda gapni qilgan insonlar bor. Allah deydi oyatning oxirida biz ular degan gapni yozib qo'yamiz. Ularning payg'ambarlarni haqsiz o'ldirganlarini yozib qo'yamiz. Biz qattiq ko'ydagich azobni tetinglar deymiz. Oyat biroqlar boshqa mazmunga o'zgardi. Bu nima desa, Rasulullohga, musulmonlarga nisbatan bir tasalli. Yani qana tasalli? Oyatning sababi nuzuli haqida bunday mazmunlar bor. Qur'oni Karimdagi "Men zallazi yuqridulloha qardan hasana fayud'if lahu ad'afan katira" degan oyat. Allohga kim go'zal qarzlarni bersa, Alloh unga hassalab ko'paytib beradi degan bir oyat tushgan vaqtida Yahudlar manda bir gaplarni qilgan. Ey Muhammad, Rabbing kambag'al qilib bandalaridan qarz so'rayotganda, ana shu vaqtda shu oyat qana qilgan tushgan degan bir nimalar va rivoyatlar va undan boshqa Madinada musulmonlar bilan Yahudlar birga yashaydi. Bilamiz. Yahudilar o'zini biz ahli kitob,
samaviy dinning ahvollarini biz bilamiz, ilm ma'rifat bizda bor. Shunami? Biz degan nega bo'lsak, iqtisodning jon tomirini tutalaydigan kishilar. Bugun shular deydi-ku. Deb manda bir faxr qiladigan kishilar. Shu vaqtdami pul olmoqchi bo'lganlar yahudlarni qanaqalatda oladi. Bular sepillarni, qurg'onlarni silib, Qur'on yaroqlarini eng ilg'or qilib boshqalarga kuch ko'rsatdi. Endi islom kelgandan keyin bularning bu huquqlari asosan elib olindi. Bulardan huquq ketdi. Chunki haqiqiy samoviy dindan birisi o'rtada bor. Bu dinning payg'ambari o'rtada bor. Bu dinning egashchilari o'rtada bor. Shundan keyin bular islomning himoyasiga o'tdi. Shu jamiyat yashidi hisobda musulmonlarga o'xshash bularmi bexatar bir shaklda jonlari, mollari amin holatda yashidi. Endi islomninki biz bayatdan darsimizning oldida degandek bir iqtisodiy ibodat tuzilmasi va ijtimoiy iqtisodiy kafolatlantirish uchun. Musulmonlar buning asosan nima to'laydi? Zakat to'laydi, ushur to'laydi. Endi Yahudi yo'q qolganligi uchun musulmon bilan o'xshash bir jamiyatda yashab, musulmondek amin yashab, pul, mol, jonlari bexatar holatda yashab, musulmonlar zakat to'laydigan, Yahudilar hech kim to'lamaydigan bo'lib qolsa, bu adolatsizlik bo'ladi. Islom buning qarshiligida ahli kitob, ya'ni Yahudilarga hisobda jizya qo'ydi. Jizya degani xuddi musulmonlar yilda o'zining mol, mulklaridan zakat bergandek, bularni ma'lum miqdorda, shu hokim qanday o'rnasi shunda bo'ladi, ma'lum miqdorda bir pul to'laydi. Ya'ni u jamiyatning iqtisodiy bir yuki bu orqali yangillatiladi. Musulmonlardan ilingan zakatlar bilan ahli kitobdan ilingan jizya bilan. Amaliyat bu ikisini solishtirsak bu yerda o'xshash adolat. Chunki u bir davlatning davlatlab turish uchun iqtisod kerak. Bu iqtisodni shu davlatningki ichidagi kishilar ta'minlaydi. Ya zakat sifatida yoki ahli kitobdan ilingan jizya sifatida. Shuning bilan Rasululloh Abu Bakr radhiyallohu anhu ni shu yahudlar yig'iladigan joyga mushu masala haqida avatdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu yerga kirgandan keyin bular to'plashib o'tirgan bir so'ringa kirdi. Shu yerda ularning bir olim ulamolari, masalan, cho'nglari, bilimdorlari shu yerda bor. Shuning bilan bular Abu Bakr kirgandan keyin Abu Bakr bularga shu cho'ng olimiga, buning ismi shu Fanhas o'xshaydi. Fanhas Allohdan qo'rq, musulmon bo'lgin. Allah bilan qasamki sen Muhammad alayhisolamniki Allohning rasuli, Allohning qishidan kelgan haq payg'ambar ekanligini bilasan. Muhammad alayhisolamning payg'ambarligini sizlar kitob Tavratlaringlarda ko'rsizlar buni, o'qiysizlar buni. Degandan keyin Fanhas deyki, "Vallahi ya Abu Bakr, bizning Allohga ehtiyojimiz yo'q" deydi. Yahudlar o'zini dindor, biz Allohning tanlangan bandalar degan bilan bu qadar jur'atli bo'lib ketganligimdi. Bularning moddiy tarafi o qadar eshib ketdiki, bu qadar jur'atli bo'lib Allohga bo'lmasa so'zlaydi bular. Balki Alloh bizga muhtoj deydi, na'uzubillah. Biz Allohga yalvarmaymiz deydi. Balki Alloh bizga yalvaradi deydi. Biz Allohdan behojat. Agar Alloh bizning behojat bo'lsa-edi, bizdan qarz so'maydi. Xuddi sizlarning payg'ambaringlar degandek. Bayatdan o'qigan oyatni imo qilib atmoqchi. Sizlar jazondan tusudi, shunami? Bizga bir agar boyog'an bo'lsa bizga ham shundan Abu Bakr radhiyallohu anhu bu gapdan nayt ochiq keldi. Da Ashfan Hasning yuziga birini urib qo'ygandi, qattiq urdi. Agar aramizda to'xtam bo'lmaydigan bo'lsa, shu vaqtni kalana olatdim degan shaklda depilib oxirisida agar shu gapingni rasul bo'lsang, bizning gapimizdan yolg'on ekanligini isbotla degan shaklda bir qissa bor. Bu alaqa Ibn Kasirda tilg'ilniqlik bu. Shuning bilan Fanhas bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasulullohning qishqa qaradi. Rasululloh dediki: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, masning adiming, Abu Bakrning demakchi-ku. Nimish qildi ko'dingmi meni urdi?" Rasululloh Abu Bakrdan: "Nimish qilding Abu Bakr?" "Ya Rasululloh, bu Allohning dushmani shunda bir egri gapni dediki, Alloh namrat. Bular Allohdan behojatmish bu gapicha." Nauzubillah.
Bu gapni degan vaqtda men chiqim kelib, men Alloh uchun buning yuziga urdim. Degandan keyin men has tinib oldi bu gapni. Yo, men undadimdi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo laqad sami'allohu qawlal ladina qalu innalloha faqirun va nahnu aghniya degan oyatni qana qildi. Shu vaqtda tushgan. Ya'ni bu oyatning tushish sababiga munosabatlik mazmunlar. Ya'ni oyatning mazmuniga munosabatlik bo'lg'achqa biz buni da'vatimiz. Amaliyotda Yahudilar iymon qilayotgan sura hadidning 11-oyatidagi man zallazi yuqridulloha qardan hasana. Allohga kim go'zal qarz berdi degan oyatning mazmunini tushunmaylik bular. Amaliyotda insof bilan qarqinimizda bu oyatdagi ifoda Alloh subhanahu va taolodan insonga bildirilgan ehtirom. İnsanning harakatiga bildirilgan ehtirom. İnsanning oqquzgan qon tariga bildirilgan, ishlagan, tatgan jafosiga bildirilgan ehtirom. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo insonning haqqiga bu qadar ehtirom qiladi? Desa, Alloh ma hayotda harakatni ko'paytirishni xohlaydi. İnsanlar ishlisi ekan deydi, ishlasin deydi. İnsanlarning g'ururlik qilib olishni yaxshi ko'rmaydi Alloh subhanahu va taolo. İşlamaganlarni ishlasin degan shaklda ma shaklda ifoda qilyotdi. Shu insonga qanday xitob qilyotdi? Men sana bergan mol-mulkdan ba demayotdi. Nima deydi? Xuddi bu yerda ifoda men sening to'kkan qon taringga hurmat qilaman. Ishlagan xizmatingga hurmat qilaman. Fikringga hurmat qilaman. A'zolaringga hurmat qilaman. Chiqargan kuchingga, barliqchingga hurmat qilaman. Men senden bir narsa talab qilganimda men sana berganni ba demayman. Balki nima deyman? Men qarz va deyman. Bu bir ehtirom Allohdan. Bu qarzni olgandimi, yana men menfaatlanishni emas. Allohning qo'liga bizga da'vatgan bir qan signali bu. Balki sening qarindishingga. Bugun imkoniyati bor. Ishlayoladigan, qo'l ilikida bor kishilardan elib ishlayolmaydigan ojiz, masalan, kishilarga berganimiz amaliyotda ata sen shu holga chiqib qolsang, sana berganimiz. Alloh subhanahu va taolo butun kishilarni dunyoga keldi. Dunyoga Allohning iznisiz kelib qolgan bir odam yo'q. Allah o'zi ekegan har bir maxluqning rizqiga Alloh kepil. Masalan bir misol olaylik. Valillahil masalul a'la. Faqat masalani taqim izohlashni elvatayman misolni. Allah har qanday bir o'xshashlikdan munazzah. Bir kishi uyiga 10 odamni mehmonga chaqirib qo'yib, 3 kishilik tomoq hozirlash aqlga sig'amdi insonlar o'tirisda? Sig'maydi dedi. 10 kishilik mehmon chaqirgan odam, cho'qim shunga oz olsun ko'p bo'lsin, yetarli tomoq hozirlash kerak. Insonlar o'tirishga mantiqi bu. Hamda Alloh Razzaq bo'lgan Alloh bu dunyoga butun maxluqotlarni ekegan ekan. Mutlaqo buning eng aqalli hayotda yashagudek darajada olsun, eng oz bo'lganda bir rizqiga kepillik qilishi bu aniq. Shunga Allah subhanahu va taolo insonlarni shu rizqlarga kafolatlik qilish uchun rizqlarini bir sabablarga bog'lab qo'ydi. Bir qonuniyatlarga bog'lab qo'ydi. Bu sabab qonuniyat uchun insonlar harakat qilish kerak. Ondan keyin o'zining nimasini ko'radi? Natijasini ko'radi. Agar Allah har insonga o'zining rizqi bilan bog'lab qo'ysa, o'zining o'ziga. Ya'ni sen ishlab o'zingning jannatga baqlam desa, insonning jannatga boqishga jiq bir narsa ketmaydi. Men mana shu o'zim kuchli ishlayman. O'zguchli ishlaydi, taraqqiyot olmaydi. Allah bir bilik insonlarni muhtoj qildi. Ishlamaydigan qildi bir qism insonlarni. Bir qism ishlarni g'ayri muhtoj, boshqalarga muhtoj bo'lmaydigan, ishlayoladigan. Bo'lgandan keyin ishlayolmaydiganlarni sen baqsa degandan keyin insonning vujudida, insonning engida o'zining ehtiyojini ortiq ishlash tuyg'usi tug'iladi. Shuning bilan ishlaydi. Men ishlayman. Mening u qadar ishlaganimni qarab, yana birisi ishlaydi, ashta qilib, inson raqobatlashadi, birisiga qarab ilhom oladi. Shu shaklda zaminda taraqqiyot bo'ladi, zamin ko'klaydi, ilgirlaydi, yuksaladi. Chunki inson o'zi maqsad qilsin, qilmasin, niyatida boshqalarga foyda yetkazman desin,
İşlegenden keyin o'zidan boshqalarga mutlaqo bir nimasi yetadi, manfaati yetadi. Agar buni o'zi his qila olsa, texmurga belinib ishlaydi. His qilinmagan taqdirdami, ishlagan odamning bir qilgan ishidan mutlaqo boshqalar qanday qiladi? Manfaatlanadi. Shunga Allah subhanahu va taolo oyatda Allohga kim go'zal qarz beradi degan vaqtida u qarzni o'zining ba'zi xalqidan, ya'ni ba'zi xalqi uchun qanday qilyotidi, elyotidi. Yani bu yerdeki qarz ifodasi qanaqdir Allohda olmaganligi yoki Alloh muhtoj bo'lganligi uchun emas, balki insonimiz bayatın degandek qilgan emgiki, tatqan jafosi, to'kkan qon ter uchun bir hurmat bu. Endi bir misol keltirsak, masalan, taqim izohlar uchun valillahil masalul a'la. Bir dada balalarga davomli pul berib turadi. Balalarning ba'zisi pullarini xajlamay yig'di. Yani bir qismi xajlaydi yoki unga yetishmaydi yoki ma'lum hodisalar tufayli jiqroq pulga ehtiyoj bo'lib qolgan vaqtda dada, balam, sendagi pullarni beribdi, men akang yoki ukangga hozir lazım, men buni ishlatib turay, sana ay 5'ida men pullarni aslab qaytaraman degan bir shaklda. Bunday ahvollar bo'ladi normalda. Normalda bo'ladi. Uning ustiga Allah subhanahu va taolo bu yerda masala tugilsin demadi. Nima deydi? Hassalab qaytaraman degan bir ifodasi bor oxirisida. Bal Yahudilar mushu masalaning bu tarafini qana qilanmadi, tushunolmadi. Bular masalaning hammani o'zining kallasiga o'rnib olgan shu moddiy tafakkur bo'yicha tushunib oldi-da, yuziga qarablam Alloh kambag'al, biz boy, na'uzubillah. Bu şekilde qana qiladi masalani tasavvur qiladi. Alloh subhanahu va taolo bularga raddiya berish uchun laqad sami'allohu qawlallazina qalu innalloha faqirun va nahnu aghniya degan shaklda ma oyatni qanday qildi tushdi. Endi oyatning oxirisida, shu oyatning oxirisida sanaktubu ma qalu bir ifodasi bor. Biz ular degan gapni yezib qo'yamiz. Ya'ni masalani na'ayati qana qilish ta'kidlash uchun keltirilgan ifodada Alloh yezib qo'yamiz, Alloh hammani biladi qiyomat kunisi. Ammo yezib qo'yamiz degani qiyomat kunisi sezilgan narsalarni ko'z oldinga akilimiz, sen uning hammani qan o'zing o'qiysa, o'zingning degan gaplarini ko'rsa, qilgan ishlarini qilsa, o'tkazgan xatolik jinoyatlarning hammani tuniysa sen demakchi. Yani bu yerdeki mesele, yani Yahudilarning tushunmagan masalasi Alloh subhanahu va taoloninki qarz elishi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın mehribonligining ifodasi ekanligini, bandalar bilan o'zaro bog'lashning maqsad ekanligini buni tushunmay qoldi. Mushu ishtimi Allah subhanahu wa ta'ala takrorladik bu gapni insonning tirishchanligiga, insonning to'kkan qon tariga, qilgan emgikiga hurmat qilyotdi. Sen tirishish orqali bir natijaga, bir mol-mulk erishgan bo'lsang, buni sening meling deb itrof qiladi Alloh subhanahu va taolo. Endi dedi, "Ba'dimidi? Qarindishingga ba'dimidi? Qarindishingga deb bevosita o'tlab qo'ymadi." Nima deydi? "Menga qarz berdi." Menga Alloh o'ziga bog'layotdi masalani. Ammo Alloh insonga o qadar hurmat bildirgan bir şekilde hitap qilayotgan yerda Banu İsrailninki Alloh qo'ygan adab axloqi asla loyiq bir şekilde bo'lmay qoldi. Nima deydi? Sura Maidaning 64-oyatda bunda bir ifoda bor-ku. Va qalatil yahudu yadullohi maghlula. Ya Yahudlar deydi-ki, Allohning qo'li bog'langan deydi. Bu bir Allohga ishondik biz degan ahli kitob deyotgan insonlarninki Alloh qo'ygan bu kadar cüretliki, bu kadar yüreklilik bilen haddini aşkan bir şekilde gap qilish nereden gap chiqqan mesela? Yahudilarning bu ahvoli Qur'onda bu şekilde bizga qana qilmoqdi, bayon qilmoqdi. Mushayatda Yahudilar nimishqa Allohning quli bog'langanda bu şekilde ifodalaydi. Chunki Yahudilar burundan tortib davomli foyda deb kelayotgan xalqchu. Har ishda bir foydali odam bo'lar. Turmushi ko'pincha vaqtda paravan o'tadi deb tushadi, ammo shu yillari Rasululloh kelib Rasulullohni ular inkor qilgan yillari qurg'oqchilik yuz berdi. Ibn Abbos deydi, Alloh dunyoda Yahudlarga kengchilik bergan, nayt ko'p mol-mulk erishgan kishilardi, ammo Allohga osiylar Rasulullohga kafir bo'ldi. Mush sabablik Alloh bularga Rasulullohning zamonasida bir tar vaqtlarni keltirib qo'ydi, qurg'oqchilik qildi. Shuni bilan halaqqa Fanhas Yahudi o'zining atrofidagi kishilar bilan nima deydi? Allohning qo'li bog'lanib qolibdi. Na'uzubillah. Osmon bizga baxillik qilib yomg'ir yog'dimidi. Allohning qo'li bog'lanib qolibdi, bizga rizq bermadi. Bu shaklda Allohga yuraklilik bilan
axloqdan bir inson bilan inson unda shaklda gap qilmaydi normal axloq ekilar. Maxluq bir xoliqqa o qadar jur'atlilikdan gap qilish aqlga sig'maydi-da. Endi nima uchun Qur'onda bu ifodalar Yahudlarning bu qiliqlari Qur'onda tilg'anadi? Allah nimishqa Allah qo'ygan hurmatsizliklarini Qur'onda bu shaklda o'tirib qo'ydi desa, chunki musulmonlar Payg'ambar alayhisalom boshliq mu'min musulmonlar Yahudlardan jiq haqorat gaplarni, ig'ir gaplarni anglaydi. Bu musulmonlarga ig'ir keladi, bu Rasulullohga ig'ir keladi bu. Ma oyatda Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga va mu'minlarga tasalli beryapti. Sana ig'ir kelmasin bu gap. Chunki ular ahli kitob asli. Ahli kitobdan bunday gapni kutish odamga ig'ir keladi. Chunki ularda Tavrat bor masalan. O'zini Musa payg'ambarninki agar shular deb qaraydigan insonlar, biz Allohning bandalari deb qaraydigan insonlar unda gap qilgandan keyin bu mu'minlarga Rasululloh ig'ir keladi. Bu oyat Rasulullohga nisbatan bir nima tasalli. Sana, sening sahobalaringga bu qadar ig'ir gaplarni qilsa, sen ko'ningga olma. Chunki bular Allohga buningdan ig'ir gaplarni qilyotdi. Sana ve senin sahabelerin kılan emez. Allah'a meygirge kıvatıdı. Allah olan tutkan meydanı, Allah'a közetken edep ahlakı butusa, tabii ki sizlerge onda igir yapını kılışı, tabii ahval. Dep mu'minlerge kana kıvatıdı. Teselli. Resulullah'a nimber vatıdı, teselli bir vatıdı. Ve davatıdı ki, senektubu maqalu. Ulanın degen her geplerini biz kana koyumuz, yazıp koyumuz. Allah subhanahu wa ta'ala yazmasını unutmayın. La yadillu rabbi ve la yansa. Unutmaydı Allah subhanahu ama yazıp koyumuz degeni ulanın mutlak kılgan her bir işinin cezasını özü itiraf turup cezalandığın bir günden kıldığı Allah'ın güçlük bir nimesi ifadesi. Kur'an'daki bu xil kıyamette her adamның cezalandığının ki güçlük ifadenin neşe şu yazıp koyuş ifadesinden ifadelanıyordu. Sure İsra'daki 14. ayette de İqra kitabeke kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Kitabını oku deb bu şekilde ifadelanıyordu. Kıyamette her insana üzerinin kitabını üzerine oku. Bu nemu dese kıyamette mutlak her adam kıldığı işinin kılgan işlerinin hepsinin hesabını bir de Allah'ın nemesi büyük ifadesi. Andikin ayetning ahirida qarindoshlar, ayetning ahir. Yana bir mazmun borda. Rasulullohga nisbatan buningki nima tasalli ekanligining yana bir ifodasi va qatlahumul anbiya bighayri haq. Rasulullohga ayada ular bunda gapni qildi. Demak, sen qilgan ig'ir gaplarga sen ko'nganmi deb bulab, seni inkor qilishlarini ham ko'nganmi? Chunki ularningki va qatlahumul anbiya bighayri haq. Payg'ambarlarni haqsiz o'ldirganliklarini yozib qo'yamiz. Yahudlar bunday odamlar. Ular o'zini Allohning tanlangan bandalari deydi. Payg'ambarlarni o'ltirgan odamlar bu. Seni inkor qilsa, ko'ningga bakkab ketmasin. degan shaklda Rasululloh qana qildi, tasalli beryapti. Undan keyin va naqulu zuqu azabal hariq. Biz deymizki, sizlar ko'ydagich azobning dardini qana qilinglar, tetinglar deydi. Ko'ydagich azobning dardini tetinglar. Mushu tamam oyatning mazmuni ham o'ylang iniq qoldi. Bular azoblanadi qiyomatda. Ammo qo'llangan ifodaga qarasanglar, mana bir ifodalar diqqatimizni tortdi. Zuqu azabal hariq. Ko'ydagich azob. Ko'ydagich azob ifodasida insonda har xil sizim azobi bor. Inson ba'zi burun orqali purash sizim bor. Tiriga tekkan har qanday bir yumshoq qattiq yoki tatliq achchiq azob uqubat hammani tiri his qiladi. Inson demak insonda bir sizim tuyg'u a'zolar orqali inson bir narsani bilib tuyuladi. Bu yerdan ko'ydagich azob degandan keyin inson shunday ko'ysa, kuyib tugisa, insonning sizim tuyg'usi tugisa, azob tugaydigu deydigan bir xil tuyg'u savol kelib qilishi mumkin. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo oyatning 5ida zuqu deb bir ifoda keldi. Zuqu degan nima desa, tetish. Bizga berayotgan bu yerdagi mesaj nima desa, inson butun his a'zolari yo'qolgan taqdirda qiyomat kuni azobda birlam narsa bor, u o'sini zavq, insondagi tuyg'u, his a'zolari butunlay tugab, tirlari kuyab, uya kuyab, inson qolmagan bir shakl hozirlanib qolgan taqdirdami, insondan faqat yo'qmaydigan bir narsa bor. Har qanday insonda zavq bor. Ya'ni bir tuyg'u bor. Demek azob ashyalarga qana qiladi kiradi. Demek azob bundan asla va asla üzülüb qolmaydi degan bir ma'noni qana qilyotdi bizga beryapti bu yerda. Masalan,
Yani bir ayetimi kellegilik manda bir ifade. Sure Nahl'ninki 112. ayetida Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainna ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Allah bir kanat neslarga misol qiladi bir yezini. Bu yeza bir iman etgan masalan. Amin iman etgan debdimi? Amin, xotirjam, rizqlari har tarafdan kelib turadigan, shundaymi? Ammo bu Allohning ne'matlariga inkor qildi. Allah bularga ochliqning, qo'rqinchisining kiyimini tetitdi. Ama kiyimini tetikti degene bir xil tuyg'u, insondan ajramaydigan bir tuyg'u bor. İnson hech yeri og'irmisi mo, masalan, jismoniy jihatda, ammo azoblanadigan bir tuyg'u bo'ladi. Bu insondan ajramaydi bu. İnsan kuyab tug'isi ajramaydi. Har qanday insonda bo'ladi. Alloh bularni mushu shaklda qanday qilib azoblaydigan. Bularning azobdan asla xoli qoladigan vaqtning yo'qligini bizga ma oyatda qanday qilib ifodalayapti. Yani mayadagi Qur'ondagi bizga tasvirlangan bir ifade var. Mesela ayette mi? فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعُ وَالْخَوْفِ Açlıktan, korkunçtan kimini? Bulağı tetitiş. Hazırki ayette mi? ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ Benim tetitiş. İnsanı bir tetiş duygusu asla yok olmaydı. Küçük olsun, çoğun olsun, ayal, uyku, oygak halette, hatta insan özünün cismini yokatkan takdirdimi bulunduğun, insanla bulunduğun bir tuygu var. Aşı tuygu ne? Allah subhanahu wa ta'ala tılga ep durup, bunların azabının asla yok olmaydı Allah'ını. Rarus vayığı yitip azabında Allah'ını kana kıvatıdı, bizge deprivatıdı. Hem de bunların Allah subhanahu wa ta'ala bularga hitap qilib turib davatıdı. Bularga nima uchun bu qadar azab berdi? Nima uchun bularni bunda jazolaydi, ogohlantirdi desa, zalika bima qaddamat aydikum va anna Alloha laysa bizallamin lil abid. Zalika ana shu yuqorida ko'ydagich azobni tetimiz dedi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buni ishorat qilib turib, bu qadar qattiq azoblashda Alloh bularga asla zulm qilmaydi. Ama bunu özü qilib qo'ygan yeri bor, o'ziga o'zi zulm qilgan yeri bor. Bu qadar azobning birlishi bima qaddamat aydikum sizlarning o'zinglar qilgan ishlar sababli bo'ladi. Mana bu. An oyatda qo'llangan bir ifoda bor savoqdoshlar, qarindoshlar. Qo'llaringlar qilgan bima qaddamat aydikum. Qo'l ifodasi bor. Endi insonda ba'zida ko'z jinoyat o'tkazadi. Ba'zida til jinoyat o'tkazadi. Ba'zida put boshqa a'zolar jinoyat o'tkazadi. Nima uchun oyatda jinoyat o'tkazish ifodasini qo'lga bog'lab qo'ygan? Desa, chunki qo'l insondagi ish qilishninki bir simvoli. Masalan, men birovga til orqali bak ig'ir balo keltirib o'tdim. Bunda tasvirlaydi, uning qo'lidan har balo keladi. Uyg'urchada tasvirlashda ifodalanadi. Uning qo'lidan har balo keladi, qo'l. Bir adam naiti iqtidorli. Iqtidor degan qo'l bilan bo'lmaydi. Ba'zida mingida, boshqa yerda bo'ladi. Va uning qo'lidan jiqish keladi, uning qo'lidan. Bir odamning faqat iqtidori yo'q, uning qo'lidan ish kelmaydi. Demak, qo'l insondagi ish, harakat, yaxshilik, yomonlik, jinoyat, ma'siyat va savoblik ishlar hammasiniki simvoli qo'l. Shomayada inson qilgan jinoyatni qo'l bilan ifodalab, sizlarning qo'llaringlar qilgan ishlaringlar tufayli ashunda sizlarga ko'ydagich azob beriladi. Bu herkes Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga zulm qilganlik uchun emas, balki sizlarning qilgan jinoyatinglar tufaylidan deb oxirida va annalloha laysa bizallamin lil abid. Allah hech qanday bandaga hech qanday bir shaklda qana qiluvchi, zulm qiluvchi emas deb oyatni oxirlashtirdi. Bugun vaqt munosabati bilan mushahada to'xtaymiz qarindoshlar. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda Allah nasib qilsa davom qilamiz. Kelasi soatda ko'rishganga qadar hammalarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.